kuzgi salqin pagodalara doğru keladigan vetrovkalarimiz kelgan молодежный variantda M'dan 4XL razmeridan bor. Gitturgamli variantda bo'ladi. Shu eldilari knopkali bo'ladi. Hem yuqori assas bo'ladi, hem uchining pasam polni ochiladi do'stlar. Kisalarni e'tibor bersangiz, kisalari polni qo'li sig'adi. Hem zamokli variantda Daniels brendinden zo'r variantdagisi. Hozir qora svetini ko'rib tursa, boshqa svetlardan ham ko'rib chiqamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, neobычный sveti, tushunib bo'lmaydigan sveti, yaxshi yarashib, xo'shroq bo'lib turadi. Ko'rib turganingizdek, qo'llari manjetkali bo'ladi, ham pasari manjetkali, kisalari zamokli bo'ladi do'stlar. Shundan ko'rib turganingizdek, qo'llaringizni diqib yuraverasiz. Elde ikki zamokli bo'ladi, ham pasam hem yuqori ochiladi. Knopkaya bir e'tibor bersangiz, ko'rib turganingizdek, hammasida shunday knopka bor. Zamoklar ham shunday polni ochiladi. İç kiselerinde bir dana kisesi var. İçimizde aynen dahşet kılıp işlengen dostlar. Hazırki kuzgi salqin pagodalara giymekə doğru keladigan. Hazır siz yeşil svetini görürsünüz. Xitoyniki bo'ladi, originali bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yakalari stoyka yaka bo'ladi. Shunga tushadigan 20 xil assortimentdagi amerikan kellarimiz kelgan do'konimizda hozir mavjud. Ko'rib turganingizdek, shunday vetrovkalarni xarid qilaman desangizda razmeri L razmeridan boshlab 4XL razmeridan bor. Ya'ni 70 kilodan boshlab 130 kilo odamdan doğru keladigan razmerlari bor. Hozirda siz siniy svetini ko'rib turibsiz. Svetlarni bir qator ko'rdingizda, kelib bemalol xarid qilaverasiz. Baholarini bilishni istasangizlar, kommentariya plus qoldirib qo'ysangizlar, men sizlarga to'liq baholar bilan ishlangan videoni tashlab qo'yaman do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kral Brands uchun ham vaqt izlanishda sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.